Nima uchun u sizni tashlab ketdi? Kelinglar, shu mavzuda biz rasklad qilib ko'ramiz. Ya'niki, yaxshi ko'rgan insoningiz nima uchun sizni tashlab ketdi? Demak, bu yerda uchta variant qilamiz. Uchta variantimizda, demak, ikkitadan kartalar joylaymiz. Ya'niki, demak, bilib olamiz u inson nima uchun sizni tashlab ketganini. Aytmasdan tashlab ketgan bo'lsa, demak, kartalarimiz orqali bilib ola olamiz. Demak, bu yerda uchta variant. Birinchi variant, ikkinchi variant, uchinchi variant. Ko'nglingizga yoqqanini tanlang va biz boshlaymiz. U inson nima uchun sizni tashlab ketdi? U inson sizni tashlab ketgan taqdirda ham sizdan uzila olmagan, sizdan qutula olmaydi ham. Nima uchun? Chunki bu yerda karta Diavol tushyapti. Karta Diavol bu ipsiz bog'langan partnyorlarni kartasi hisoblanadi. Ya'niki, qora kuchlarni o'zi sizlarni chambarchas bog'lagan. Keyin yana nima deb ayta olaman? U o'sha ehtirosga berilinib ketgan bo'lishi ham mumkin. Ya'niki, bu ehtiros kartasi ham hisoblanadi. Ya'niki, boshqa bir ayollar unga qiziq bo'lishni boshlagan bo'lishi mumkin. O'shani hisobiga u ketganday. Lekin o'sha boshqa ayolga ketgan taqdirda ham u ayol uning mol davlati uchun, boshqa narsasi uchun emas. Demak, ikkinchi variant. Ikkinchi variantda nima deb ayta olaman? U nima uchun ketdi? Bu yerda koleso sudьбыni o'zi tushyapti, taqdir kartasini o'zi tushyapti. Ya'niki, bu yerda nima deb ayta olaman? Taqdirni o'zi sizni u insondan nari qilgan. Karta Yerofan tushyapti. Bu yerda ya'niki, demak, bo'lishi mumkin ikkinchi variantni tanlaganlar o'sha bывший erini zagadать qilgan bo'lishi mumkin. Chunki bu yerda nikoh kartasi ham hisoblanadi. O'tmish yillarda nikoh bo'lgan bo'lishi mumkin. Lekin bu inson ketishi taqdirni o'zida bo'lgan. Ya'niki, taqdir sizni go'yoki qandaydir bir nimadan saqlab qo'yganday, yaxshi ma'noda. Taqdirda bitirilgan bo'lgan uning ketishi. Demak, uchinchi variantni tanlaganlar. Uchinchi variantni tanlaganlarda nima deb ayta olaman? Bu yerda ketishiga sabablik qandaydir unga bu munosabatlar og'riqli bo'lishni boshlagan. Ya'niki, mana bu yerda ko'rishimiz mumkin. Devatka mechey kartasi tushyapti. Devatka mechey kartasi bu juda ham inson emotsional holatda og'ir bo'lsagina tushadi. Ya'niki, emotsional holati og'ir bo'lgan bo'lishi mumkin. Ya'niki, bu munosabatlarda kuch topa olmagan o'zida. Siz undan kuchli ayol bo'lgan bo'lsangiz, o'zini slabıydek his qilgan bo'lishi mumkin. Va bu yerda, mana bu yerda ko'rishimiz mumkin. Prinsessa Jezlov kartasi tushyapti. Ya'niki, kelajakka nazar tashlayapti qizimiz. Demak, siz bu munosabatlarda ketganida ham to'xtab qolmagansiz. Kelajakka nazar tashlab, yaxshi umid qilgansiz deb ayta olaman. Demak, bugungi mavzuyimiz shu edi. Yana qaysi mavzularga ko'rishimni xohlaysizlar? Yozib qoldirsanglar, ko'ramiz.